Bugungi jilg'an futbol ko'rmanlar, janob futbolistlar, bugungi ayollar orasindagi uyushtirilgan futbolning negizlovchisi, uyushtiruvchisi bizdagi gapirib bersak, ha? Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, hammalar xush kelibsizlar. Ana 3 oydan beri sizlar bilan birgamiz. Juda kamchilik bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. Iloji boricha qo'limizdan kelgancha sizlar bilan birgalikda bo'ldik. Militsiya xodimlariga ham katta rahmat. Mana shu yerda boshidan beri o'yinni boshidan oxirigacha bizga nazoratimizni, xavfsizlik nimalarimizni hammasini qarash berdi. Yaxshi. Uchastkovoyga, Nodir akaga katta rahmatimizni aytmoqchimiz. Keyin bu yerda doktorlarimizga rahmat, keyin Sidiq akamga rahmat. Shu stadionni qilib qo'yibdi, o'ynab, shu stadionni bizga yaxshi nima deydi, katta futbolni qaytarishga siz ham sizga rahmat ekan. Biz iloji boricha sizlarga keyingi yilda undan ham yildan yilga o'smoqchimiz. Endi hech kamchiligimiz bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Sizlarga ham rahmat, futbol o'ynab qatnashib berganinglarga. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, futbolistlar. Xush kelibsizlar. Endi xudo xolasa mana Dilshodbek aytgandan buyog'i mana futbolimiz ham tugadi. Endi shunaqa ko'pchilikda men bir narsani eslab qolaman-da. Mana shu stadionni qilgan 3-avtobazani direktori Batayev, injener, shu insonlar dunyodan o'tgan. Bularga duo qilib turish kerak. Bularning joni jannatda bo'lsin. O'sha mahalda shu yordam bermaganda shu stadion bo'lmas. Endi futbol federatsiyasi bultur 3-chi bo'lgan, 3-chi guruhda bo'lgan. Bu yil mana 2-chisi bo'ldi. Xudo xolasa yana birinchisi bo'lib ketar. Ineki ma'da birinchi o'rinda olgan, Kenjaqul eshitib olsin, yana elga birinchi ligada o'ynaydi xudo xolasa. Pulni tayyorlab qo'ysin. Endi yana men bir kamchilikni aytib qo'yay. Mana Stayanka, ko'rik yozimini ko'rdinglar, ha? Haligi 2 qator qo'yib qo'yapsizlar, shuncha aytyapmiz. Haligi traktor kombayn kelganda sizlar emas, to'lga meni so'yapti. Meni elab qolmayapti, bo'lak qolmayapti, stadion qolmayapti, hammasini podrяд sutib ketyapti. Endi sudyaga kelsak, shu sudya Postek Nishonboy ekan, shuningga jo'natyapti-da. Endi nima qilamiz endi? Endi sudyalarga rahmat o'shilarga. Keyin top to'rasida birdan keyin ikkinchi ligada o'ynasanglar, har biringlar bittadan to'p olib kelasizlar. Bunga oson emas, 5 ta to'p oldi. 4 tasini o'g'irlab ketdi. Har biri 7 mingdan turadi. U bizga oson emas u narsa. Endi bu organ to'g'risida aytdi, shu militsiyalarimizga yana qaytib aytib ketaman men. Rahmat, shunchalik bu safar yaxshi yordam berishdi Ni'matidan. Kelajakda ham xudo xolasa yordam beradi deb o'ylayman. Futbolimiz xudo xolasa to'xtamaydi. Rahmat. Sizlarga qutlov uchun Qashqadaryo qayli hukumatining to'rog'asi Alloh Farruh Yusufga bersak, ha? Assalomu alaykum, hurmatli qo'noqlar, hurmatli ayoldoshlar, hurmatli bizning Qarasu rayonidagi ichki ishlar bo'limining militsiya xizmatkorlari, xush kelibsizlar. Mana bugungi ish-chora ayoy yaxshi bo'ldi. Emi xafa olmay yo'q, bu sport do'stlikdan, birimlikdan, intimoqdan belgisi deb o'ylayman. Bugun kuchlilar jangdi deb o'ylayman. O'shandaqdan baringizlarga rozichilik bildiraman, o'zimning atman, Алтайlik kengashining atынан. Anan bugungi ish-chora bo'yicha mana o'zingizlar 3 oydan beri tayyorlanibsizlar. Sizlarga baringizlarga Alloh rozi bo'lsin. Har doim uyingizda tinchlik bo'lsin. Hech qachon qanday desa bo'ladi. Bunday kuchinglar jo'g'ilmasin, yil sayin shunday ish-choralar bo'laversin. Anan ushul ish-chorani uyushtirgan Qirg'iz futbol birimligine çok rozichilik bildiramiz. Ani uyushtirib bergan bizning kollegamiz Jергilti kengashining deputati Dilshod aka, sizga da Alloh rozi bo'lsin. Bunday ish-choralar bizning ayda ko'p bo'ladi. İnşallah bu oxirgisi emas, har doimli bo'ladi. Shundaqdan bugungi ish-chorani bitiraylik. Buna belek topshiriq oz yemine kelib turib, eğer söyley turganlar bo'lsa, oqsoqol keling, Mashab aka siz bir duo qilib bering, anan sразу urchaylar qilib qo'yaylik. Rahmat cho'ng.
Assalomu alaykum, hurmatli sport ko'rmanlari, futbolistlar. Mana bugun ko'pdan kutgan mezgil keldi. Orada aytganday final oldu bugün. Finalda jenguvchilar Kenjaqul oilaning futbolistlari oldu. Qutlug'layman. Ikkinchidan, Kalelin oila. Kalelin kuchli o'ynadi bizlar. Hocamın layık kattı. Tabii çaylanları bulmamız şunu bağırınız ben eşit olup Nemat Hoca köz geldi. Ama onun layık kattı. Şuna Sultan Karaman Sultan Mahmut İçişleri Bölümü hizmetleri ardayım göze benzettirdi. Onlarla da kolektifde özlerine sonra karakter işleri iyilik olsun. Allah'a sizin zaman olsun. Futbol ve sınıflarca sizge çok rahmet. Dilşat Bey Güçlü Bey'e rahmet. Daha bir jolu bollar, futbolistler. Bundan daha mutlu oynak. Kalelin yeni gidiyoruz. Birincilerden alınmasına davet. Bunlarla birincilik adamı yaşadık. Hardayım öğretmen çalışır bir gün efendim. Allah Teala bağırınca tüşürükler namazlık koysun. Allah Teala sabır kanaat versin. Hız balı oynak gidip en sokakta tutuyorum Allah nasip olsun. Allah'a ekber. Bugünkü futbolun eng yaxshi varatari deb Kenjaqul ailenin komandasiniki futbolni Lutfi Zaşitnik Aktaş komandasiniki Nuruz Lutfi Pol Zaşitnik Kalelin Çıngiz Tabaldiyev Lutfi Bombardirovщик komanda Kızıl Veynat Sultanboyev Rahmatullah Roma Lutfi игрок Kenjaqul komandasi Mayzaliyev Eldar Hozir ham har kuni kelib shu futbolni tomosha qilib ketgan bir yaxshi zritelimiz bor ekan Muhammad deydi. Лучший зритель. Hurmatli futbol Hurmatli mehmonlar, meni o'zim ataganim bordi. Hani qizi Mehnat komandasi birovlarni gapiga kirib qo'yib, mana ko'rdinglar o'ynay qoldi. Ikkinchi komandamiz o'ynab qoldi. Ashunga men o'zim urush o'yna qilaman. Qizim Mehnatga bormi? Aka-ukalar, Oltin degan bola bor. Oltin degan shu bola shu xizmat komandasini saqlab qoldi. Oltin degan. Qo'llarni egasi Sidiq aka, sizga ham gramata bor ekan bu yoqda. Ayıl aymoqlar bo'yicha eng yaxshi o'yinlarni nesib Jo'q o'shada. Bugungi kutgan vaqti nimasi 3-o'rinlilari Aktaş komandasi. 10.000 so'm.
Hurmatli futbolistlar, sizlardan mana generalniy sponsor bor ekan, Akfadan vakil kim kelgan? Kelib nimaga topshirib qo'ysangiz, ha? Bugungi Meldashdan ikkinchi o'rinni egallagan Kalelning gruppasiga komandasi 20 ming so'm o'tib. Kelingizlar. Bugungi futbolning jangchisi, chempioni, birinchi o'rinni egasi Kenjaqul. O'yinchisi. Bosh bugun, lekin Baş. Hurmatli sportun nimeleri, Kenjaqul'un komandiri kim? Özünüzmü? Allah Taala sizlerge nasip kıldı. Ardayım uşunu bekem karmap, uşunu alıp kettiler. İyilik ardayım sizlerge. Allah Taala. Tutarız. Assalomu alaykum. Bugungi ishtirokning qatnashuvchilari, baringizlarga shuncha kelib, vaqtlarni bo'lib, o'sha Kenjaqul komandasini qo'llab, 3 oy bo'lgan bo'lsa, 3 oydan beri kelib ishni tashlab, boshqa narsasini tashlab, shu yerga kelib bizni qo'llab o'tasizlar. Baringizlarga cho'ng rahmat. Mana Kenjaqul komandasi kengish qutlug' bo'lsin. Baringizlarga cho'ng rahmat. Ana Arada kishini nari yeri oldu. Dilshod aka o'shuncha uyushtirib, o'shuncha tomondan boshini biriktirdi. Dilshod akaga da cho'ng rahmat. Thank you.